Assalomu alaykum neki hurmatli o'qirmanlar. Hozir mынау Оңтүстүк Корея елінде Сарвар деген азаматтан жабыр көрдім деп Қырғызстан Республикасының азаматы Рахматулла біздің алдымызға келіп тұр. Жалпы 37 миллион вон ақшасын алған, көлік алып берем деп көліктердің суреттерін тастаған. Соңында көлікте жоқ, ақшада жоқ. Мінекей қазір ер кісі болса да көзіне жас алып осындай қиналып отыр. Себебі бұл кісі де ортада делдал екен. Анау Қырғызстандағы отандастары бұған маза бермей жатқан екен қазір. Сен ақшаны бер деп. Енді бұл бойынша бұл заңсыз мигрант екен, алайда қолында барлық дәлелдері, қағаздары, квитанциялары бар екен. Енді бірінші күннен бастап заңда жұмысын біз қарайтын боламыз. Aka, mana hozir siz shuncha internet tarmog'ida odamlar ko'ryapti. Siz internet tarmog'iga chiqishga rozisiz, a? Yaxshi emassiz. Shunaqami? Nima bo'ldi? Nima vaziyat? Nima yordam so'raysiz? Qozog'istonlik Sarvar degan bola menga telefon qilib ikkita mashinani suratini tashladi. Men ozmoz mashinalar bilan shug'ullanib turdim. Jinnay uyga ketish harakatida jinnay ko'proq ishlayin degan ma'noda ikkita mashinani suratini tashladi. Bitta Palisada bilan bitta Genesis suratini tashladi. Tashodi nima uchun sizga tashladi? Aynan boshuncha masalan nima uni oldidan nima uchun imенно sizga tashladi? Uni oldidan biz u bilan Hasan degan bir pecha bor, o'sha Cho'ng'ib shahrida bir pecha bor. Shu Qo'chan pechajon deb qo'yadi. Shu mashinalar to'planadigan joyda bitta mashinani oldi tanishib qoldik. Aka, bizda mashinalar bor, olasizmi deb o'zi aytib qoldi. Aytib qolgandan keyin mayli bo'pti, olamiz dedik. Keyin menga bir karnivalni tashladi. Karnivalga pulini o'tkazib berdik. Buni qonuniy qilib naqd o'tkazib berdik. Karnival deplab olindi. U ham jinniyat bir bu yoqqa bo'lib bir har xil ishlar bo'ldi. Shu uydan pul olgan ekan, shu o'tganga chiqqan bola birosa shu pul bergan ekan shu karnivalga. Men bilishimcha. Keyin undan keyin Samatbek undan keyin bitta Palisad bilan bitta Genesis bor dedi. Shunga pul o'tkazib bering dedi. Shunga pul o'tkazib berdim. 37 million bugunlik kunda. Aka, qarab turing. Bundayda odamlarni boshini aylantirmaylikda, hozir men o'zim tushunmayapman yoningizda o'tirib. Sizga Sarvar ya'ni ikkita mashinaning suratini tashlab berdi. Ha. Ya'ni mashina olasizmi aka deb. Ha. Siz u mashina sizga yoqdi-da, meni tashlab berdingiz. Ha, klientlarimga yo'q. Qancha pul? 36 million. Yana 1 million Kubayeva degan bir ayolim bor, och qoldi, yalang'och qoldi deganiga Kubayeva degan familiyada cheklari ham bor. Ularga 2500 so'mdan tashlab berganman. 37 million hammasi. Ya'ni 37 million won pulni sizda hammasini cheki bor. Cheklari bor. Bu yolg'on narsa emas. Yo'q, mana cheklari bor, hamma bor. Faqat bunaqa narsada bor narsani aytish kerak. Ertaga politsiyaga murojaat qilingan vaqtda, mana shu hozir qilinayotgan intervyu ham olinadi. Murojaat qilgan vaqtda ertaga so'zingiz ikki xil bo'lib qolmasin. O'sha dalil isbotingiz bilan birga chiqish kerak. Bor, cheklarim bor, hamma yo'q bor. Qarang. Siz mana shu 37 million pulni qayerdan olgansiz? 37 million pulni men bu Sarvar Bey tashlagan chekni mashinani u yoqdagi Qirg'izistonda odamlarga tashladim. Bu odamlarga yoqdi. U odamlar shu mashinaga pulni tushirib berdi, men u odamlarning pulini unga tashlab berdim. Ha. Ya'ni siz o'rtadagi dallolman. Ya'ni Koreya davlatidan Qirg'izistonga mashina jo'natib bermoqchi bo'ldingiz. Bu joydagi mashinani sizga Sarvar topib berdi. Lekin O'zbekistonga hali mashina borgani yo'q, mashina ham yo'q, pul ham yo'q. Qirg'izistonga hali borgani yo'q, mashina ham yo'q, pul ham yo'q. Xo'p, hozir Sarvar nima deyapti? Gaplashdingizmi? Oxirgi paytda bir ulanib gaplashib, biz jinna muhlat bering dedi. Men muhlat beradigan anaqada emasman. Telefon qildi, qilib jinna muhlat bering deb shuna dedi. Men muhlat bera olmayman, meni pulim emas-da u. Hozir mana chekda ko'rib turibmiz, bu 2023-yil, ya'ni fevral oyining 15-dan boshlab 22. Ya'ni orada hozir 1 oy vaqt o'tgan. 1 oy o'tdi, 1 oyning ichida mashina ham yo'q, pul ham yo'q, shunaqami? Hech balo yo'q. Siz qonun doirasida masalan qo'lingizda kvitansiyalarningiz bor ekan, nima uchun politsiyaga murojaat qilmadingiz? Politsiyaga murojaat qilsangiz bo'lardi. Siz noqonuniy migrant bo'lsangiz ham, siz jabrlanuvchisiz. Bu Sarvarning ustidan tushayotgan birinchi ariza emas-da. Men o'zim qo'rqdim o'zimdan shu.
Nimaga qo'rqasiz? Shuncha 37 million pulni olib Koreyadan mashina jo'natgani qo'rqmaysizmi? Borib ariza yozgani qo'rqasizmi? Tem bo'lib ko'p narsani bilar ekansiz. Endi qandaydir bir odamiylik qilib tushunib bir yetib ana qilib qamalib ketmasin shu bola degan o'yni qiluvdim, musulmonchilik shunday o'y qiluvdim-da shunaqa. Hammamiz musulmonmiz, musofirmiz deb sabr qildim. Hech bundan bir najot bo'lmayapti, yo chiqmayapti, yo bir pul beray degan o'yi ham yo'q, Samatbek. Hozir endi bizdan siz mana nima yordam so'raysiz hozir? Shu qonuniy bo'yicha bir shu narsani Samatbek ko'rib yech bersalaring deb. Ya'ni qonun doirasida mana qonun doirasida shu masalani yech beringlar. Men ham birovni puli buncha pulni men qayerdan topaman, qanday qilib ishlayman? O'zim ketaman dedim bu yil. Shunaqa bo'lib qoldi. Bu mashina savdosi bilan ko'pdan beri shug'ullanamizmi? Yo'q. Bo'lsa bir 6 oy, 7 oy bo'ldi. 6 oy ichida ko'p mashina jo'natdingizmi? Yo'q, olib beraman, men jo'natib anaqa qilaman, olib beraman mashinalarni. Misol uchun bittasiga yoqib qolsa mashina, shuni o'rtada turib 500 so'm, 600 so'm. Bu sarvarni siz mana shu internet tarmoqlariga oldindan chiqib yurganini biz bilmasdim. Oldin ko'rsatganmiz, bilarmidingiz? Bilmasdim. Bilsam men bu ishni qilaman, bilmasdim. Keyin yaqinda internetdan chiqib qoldi, o'zi siz gapirib qoldingiz. Shundan beri men sizning nomeringizni oqtaraman. Inshaalloh endi yetdim nomeringizga. Men bilmasdim buni qarang. Bu bola hozir juda katta mablag'larga nimada, agar mana shu ota-onasi ko'rib turgan bo'lsa ham, biz ota-onasiga ham aytardik. Bu bola hozir Koreya davlatidan chiqib ketsa, bu bolani omadida. Koreyadan chiqib ketsa, bu bolani omadi. Koreyadan chiqmasa, onasi bilan ham bir marta gaplashdim men. Onasi ham gaplashib, onasi bo'pti, mana yordam qilibsiz. Jinay sabr qilib turasiz, beradi degan gapni qildi. Endi qancha sabr qilib turaman buni kutib. Endi bu bola agar hozir Koreyadan masalan chiqib ketsa ham shuncha odamning qarzi bor-da. Qozog'istonga borib u pulni birovdan to'lov qila olmaydi, boshqa qila olmaydi. Bizlar ham o'zimizdan necha marotaba aytdik, sarvar bilan uchrashaylik deb, lekin hozir mana bizda to'g'risini aytsak, qo'pol qo'ysak, tomonga qo'ysa, qochib yuribdi-da bizlar ham. Har doim. Hozir bu qamaladigan bo'lsa, Koreyada juda ko'p yilga ketadi. Bu bitta siz emassiz, bunaqa jabrlanib yurgan. Ko'p odam. Odam juda ham ko'p. Mana qarang endi hozir ertaga birinchi kundan o'sha tegishli joylarga siz noqonuniy migrant bo'lsangiz ham yordam beraman. Shu joyga borib qo'rqmasdan, agar yolg'on gapirsangiz o'zingiz ham ketasiz, aytib qo'ying. Yolg'on gapirmasdan ochig'ini aytib tushuntirasiz. Mana shunaqa holat bo'lgan. Hamma dalil isbotlar bilan kelasiz. Xo'pmi? Kvitansiyaning hammasini chiqarib, kvitansiyalar bor hammasi. Yana aytaman. Agar hozir mana sizni sarvar yoki sarvarning onasi yoki o'sha ish deb sizni ko'rib turgan bo'lsa nima deysiz? Mana kamera o'sha qarab aytsangiz bo'ladi. Shularga ham aytar edim men. Hammamiz bir yerda, bu yerda musofirmiz, musulmonmiz. Shu meniki ham pulim emas, birovni puli edi, shuni qo'yib beringlar. Meni hech qanaqa da'vo dostonim yo'q. Agar qo'yib tez kunlarda qo'yish bersa, birinchi kungacha qo'yish bersa, meni Samatbek sizga rahmat, hech qanaqa da'vo dostonim yo'q. Iltimos qilyapman, shuni qo'yib berishim kerak men egalariga. Menda tinchlik yo'q, kechalari uyqum yo'q, telefonim tinmaydi. Pulim ham yo'q hozir, oxir bu arbaytga chiqyapman, ishlab kunligimni topayin deb. Ilojim bo'lmay qolganidan sizga chiqdim, Samatbek. Iltimos qilaman, hamma ham bolasi, ona. Iltimos qilaman bu onasidan ham. Bersin shu pulni, iltimos. Meni bo'lay da'vo dostonim yo'q. Shu birinchi kungacha mayli kutang, Samatbek. Hammamiz musulmonmiz, musofirdamiz. Ayni bitta odam bo'lsa boshqa gapda, siz bo'lsangiz juda ko'pchilik insonlarni degan. Endi siz ham balkim masalan mana shunaqa biznes qilgansiz, mana shu narsaning ichiga kirgansiz, siz ham ozgina biznes qilay, bir yaxshi niyat qilgandirsiz, lekin yaxshi niyat qilib mana shunaqa bir firibgarni qo'lga tushib qolgansizda. Bu sarvar hozir Janubiy Koreya davlatidagi number 1 nima ya? Mashaynik. Sagikun. Men bilmayman ekan tamam. Men yaqindagi ko'rsatuvingizdan keyin ko'rib qoldim-da buni. Даже bitta surati ham yo'q edi menda, shu ko'rsatuvingizdan ko'rib qoldim. Tushunarli bo'lmasam, birinchi kundan siz ishingizni boshlaymiz.
men tegishli joylar bilan sizni tanishtiraman, lekin qo'rqmasdan faqat ochiq-ochiq etib qo'lingizdagi bor hujjat hammasini hamma yo'l bor. kelasiz, xo'pmi? Hamma yo'l bor. Tushunarli. Sizga ham rahmat Samad. Hurmatli obunachilar, mana hozir qirg'izistonlik Rahmatulloh akamiz bilan uchrashdik. Vaziyatni nima bo'lgan, qanaqa bo'lgan hammasini o'z og'zidan eshitdinglar. Xullas, o'sha Sarvar degan qozog'istonlik bola Sayramda turadi. Uni juda yaxshi taniydi. Bu Sarvarga men nom beramanda, qanaqa nom bersak bo'ladi Sarvarga? Number 1 Sagikun, ya'ni nomer 1 mashaynik, Janubiy Koreya davlatidagi nomer 1 firibgar bu. Sababi bu yolg'iz bu emas. Juda ko'p insonlarni mashina olib beramanda aldab ketgan. Agar men shu Sarvarning ota-onasi meni ko'rib turgan bo'lsa, mana shu videoni ko'rib turgan bo'lsa, men iltimos qilardim, farzandini Qozog'istonga olib ketsin. Hozir o'zi tirik bo'lib yurgan vaqtida, o'zi oyog'i bilan yurib turgan vaqtda Sarvarni Qozog'istonga olib ketsin. Hozir juda ko'p mana bu yerdan Pokistonlik bolalar chiqyapti, Qozog'istonlik, mana Qirg'izistonlikga chiqdi, O'zbekistonlik bolalar, juda ko'p bolalar aloqaga chiqyapti. Ertaga bu bolani o'ldirib ketishi ham mumkin, qo'pol qilib aytganda. Sababi pul jigardan yaraladi deydi. Pul nozik narsada, pul masalasi juda qiyin masala. O'shaning uchun bu Sarvarni o'sha ota-onasi ko'rib turgan bo'lsa ham bir iltimos qilib aytardimki, mana shu Sarvar bilan aloqaga chiqib turib, bu masalani hammasini chiroyli hal qilishga bo'ladi. To'g'ri, xatolik qilmaydigan inson bo'lmaydi. Har bir inson xatolik qiladi. Lekin bu masalalarning hammasini chiroyli hal qilishga bo'ladi. Mana akamiz hozir mana shu ozgina bir biznes qilay degan maqsadda Koreyada o'sha mashina olib, mashina sotmoqchi bo'lgan, lekin firibgarlarning qo'liga tushgan. Biz faqat borini ko'rsatdik, haqiqatni ko'rsatdik. Mana shu Sarvarga kim yordam beryapti, Sarvar yonida kim yuribdi, u insonlar qonuniy bo'lsin, noqonuniy bo'lsin, kariz fuqarosi bo'lsin, boshqa bo'lsin, Sarvarga kim yordam beryapti, hammasini bir chetkadan tozalaymiz. Alloh guvoh, Allohni o'rtaga qo'yib turib aytamanki, Sarvarga yordam berayotgan insonlar, ayoling bo'lsin, erkaging bo'lsin, hammangni chiroyli qilib tozalab qo'yaman. Aqlimiz ham yetadi, qo'limiz ham yetadi. Qo'limiz yetmasa, qo'li yetadigan insonlarga beramiz. Shuning uchun siz kimni yonida yurganingizni, kimni poddershka qilayotganingizni yaxshilab bilib oling. Ko'zinglarni katta-katta qilib ochib olinglar sizlar. Hurmatli obunachilar, biz sizlarga hozir mana borini ko'rsatdik, haqiqatni ko'rsatdik. Ekranda bir necha kvitansiyalarni ko'rsatdik. O'ylaymizki, bu narsa qonun doirasiga yetmasdan turib, ya'ni biz qonun doirasining eshigiga yetmasdan turib Sarvar bu masalalarni hal qilib qo'yadi. Albatta bunga berilgan vaqt, ya'ni 1-kungacha. Bugun bizada masalan 4-kun bo'lsa, 1-kungacha ancha vaqt bor. O'sha 1-kungacha siz to'lovlaringizni qilib bersa, rozisiz-ku? Ha, men to'lovlarimni qilib bersa, men roziman. Men hech qanaqa da'vo dostonim yo'q, yozmayman. Hammamiz musulmonmiz deyapman, endi musulmon ishini qilmayapti. Men hech qanaqa yozuv yozmayman. Agar 1-kungacha men qo'yib bersa, men ham beradigan odamlarimga bermasam tinchlik bo'lmayapti. Samadbek uxlatishmayapti, joyimda o'tkazishmayapti men. Shunaqa holat, hurmatli obunachilar, biz sizga borini ko'rsatdik, haqiqatlarni internet tarmog'ida olib chiqdik. Sog' va salomat bo'linglar.